Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Bilal Weekend Play kanalidasiz. Bugungi videoda Mastercraft serverida PvP qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi o'yinimizni ham boshlab oldik. Birinchi o'yin menga qattiq zarbalar berishni boshladi, lekin baribir men bu vaziyatdan chiqib ketishga harakat qildim. Qo'limdan kelgancha chiqib ketdim ham. Va ko'rishlaring mumkin, o'yin boshlanmasdan o'ldi desak ham bo'ladi. Boshlanmasdan tugadi o'yin. Darrov qochib ketib, menga победа berdi, chatda yozyapti. Nimaga bunaqa bo'ldi desalaring, raqibimda setda juda ham kuchsiz ekan. Shuning uchun o'lib qolishiga jinniy qolibdi. Demak, birinchi o'yinda g'olibmiz, keyingi jang o'tsak ham bo'laveradi. Men bu vaziyatda chatga yozganimda dushmanim kelib turib meni urishni boshladi, men afrikanlik paytimda. Lekin birinchi zarba bilgan bo'lsa ham birinchi qochib ketdi. Ko'rishlaring mumkin, men enderpearl otib qochib ketib, oltin olmayishga ulgurdim. Va unga ham zarbalar ketma-ketligini berdim. Dushmanimda qilich juda ham kuchli ekan, zombilar chiqarib yuboryapti bu yerda. Men setim juda ham kuchli ekan uni. Lekin men oltin olma borligi uchun menda bu vaziyatdan chiqib ketdim. Ko'rishlaring mumkin. Qochyapti. Shunchaki qochyapti. Bilmadim, oxirigacha ko'rsangiz, necha marta qochganini sanab kommentariyaga yozib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Chiqishini kutib o'tiramiz endi. Men setimni ko'ryapsizlar, juda kuchli emas. Rangli sehrlar deyarli yo'q, rangli sehrlar. Faqatgina oddiy sehrlar, shopdan olingan sehrlar. Chiqishini kutib turib kamon otamiz. Darrov yana kirib ketib boryapti orqaga. Xullas do'stlar, kamonni oldi yozyapti. Bu PvP deyapman. PvPda hamma narsa mumkin. Xoh kamon, xoh nayza, xohlagan narsa bilan urishsa ham bo'laveradi PvPda. Bu o'yinchining xohishiga qarab. Yana ko'ryapsizlar, bu yerda admin ham kelib qoldi jangni kuzatgani. Yana har doimgidek birinchi zarba berib turib, lekin birinchi o'p qochib ketyapti, ko'ryapsizlar, juda ham ez ekan. Duh vashi. Qochib ketyapti nimagadir. Seti shunchalik kuchsizmi bilmadim. Lekin qochib ketyapti. Seti kuchsiz deyishga ham uyalaman, chunki zombilar chiqarib yuboryapti seti. Yana bu yerda chatga narsa yozganimda kelib qoldi, lekin zo'rg'a ulgurib enderpearl otib qochib oltin olmayishga ulgurdim. Yana zarbalar. Lekin baribir u birinchi zarba bersa ham men tugatib oxirigacha qochirib yuboryapman uni. Ko'ryapsizlar? Yana har doimgidek qochib ketyapti. Damlamalar o'tamiz. Menimcha bu o'yinchini kompyuter yaxshi emas, o'shancha yaxshi PvP qila olmayapti. O'zi qochishlari sezilib turibdi unda. Ko'rib turishingiz mumkin. Jang qay darajada qizg'in olganini. Endi qochmayapti deb xursand bo'lib turdim, lekin yana qochib ketdi. Shopdan damlamalar sotib olyapman. Bu menga tez yugurishim bilan kuchlilikni oshiradi. Yana kelib qoldi damlama olayotgan vaqtimda. Lekin biz baribir qochmaymiz, biz oxirigacha turamiz. Ko'ryapsizlar, men o'zimda ham qochishlar sezilyapti, bo'lyapti. Lekin baribirga ham men uni qochirib yuboryapman. Shunchaki duh bo'lib qochib ketyapti raqibimiz. Bu yerda jinni turib polni qochib ketadi oxirigacha. Ko'rishingiz mumkin. PvPdan qochib ketadi. PvPdan o'zidan ketib qolyapti. Bu yerda qilich meni osmonlarga uchirib yuborayotgan bo'lsa ham baribir kuchlilik qilyapman. Menimcha boya aytganimdek kompyuteri kuchsiz, balki telefonda o'ynar. Lekin seti yaxshigina, kuchli, zombilar chiqarib qilichi effektlar berib qo'yapti. O'ng tomonda ko'rishingiz mumkin tepada. Menimcha yaxshi jang bo'ldi.
Yana men bilan jang qilishni xohlaganlar Mastercraftga kirishingiz mumkin. IP pastda bo'ladi, qoldiraman pastda. Bu yerda men o'lib qolishimga jinniy qoldi, lekin o'zimni eplab ketdim. U esa qochib ketdi. Har doimgidek qochib ketdi, yana qaytib keldi. Yana osmonga uchirib yuboryapti. Men shuni tushundimki, unga sakrab borsak, osmonga uchirib yuboryapti bizni bitta urib. Shuning uchun iloji boricha sakramaslikka harakat qilyapman. Xullas do'stlar, aynan shu joyda Warpdan ketib qoldi. Chatga yozsam javob bermadi. Bugungi video shulardan iborat edi. Mastercraftga kirib o'ynanglar albatta men bilan birga. Hammangizga xayr. Sizlar bilan Birol Weekend ekan.